Assalomu alaykum barcha So'xtumon TJ kanalining obunachilariga. Tak, bugungi kunda установка солнечный panel 6 kW inverter, 10 kW zapas lition akkumulyator, 3,5 kW panel установка jarayonlari. Marhamat, ko'rishlaring mumkin buni. Tak, karkazlari bo'lgan. Tak, o'zi установка bo'lgan 6 kW panelimiz установка qilingan. Xudo xolasa hamma jarayonlarini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tak, montaj elektritsitvasin kelyapti, bo'lyapti. Hamma narsa bor, simlar bor. Salomat bo'linglar, birodarlar. Assalomu alaykum barcha So'xtumon TJ kanaliga. Marhamat, navbatdagi солнечный panelimiz bitta 6 kWlik inverter, 5 kWdan ikkita rezerv 10 kW lition akkumulyator. Tak, molni avtomat, DC avtomat, солнечный panel uchun avtomat plus minusga kelgandan. Tak, dатчик regulyator. Tak, городской liniya avtomatga, домашний liniya avtomatga. Ko'pchiliklaring kommentariyada yozyapsizlarki 2 kWlik, 3 kWlikka iltimos lition akkumulyator deyapsizlar. Shu narsani bilib olinglarki 2, 3, 4 kWlikka lition qo'yib bo'lmaydi. Litionlar to'lqa 5 kW 48 voltdan boshlangan, VHD 48 volt bo'lsa lition bo'ladi. Agar 4 kWniki 24 volt, 3 kWniki 12, 2 kWniki ham 12 prostoy akkumulyator qo'yiladi. Shu narsani eslaringizdan hech vaqt chiqarmanglar.